Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalini ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugun navbatdagi suhbatimiz Shahzodjon bilan bo'ladi. Qanday qilib 32 kilogramga ozgan, nimalar yegan, nimalarga amal qilgan, qanaqa iroda topgan, 32 kilogram ozishga qancha vaqt ketgan, hammasini so'raymiz hozir suhbatimizda. Inshaalloh qo'ng'iroq qilamiz, suhbat qilamiz. Suhbat qilishga kelishdik, rozi bo'ldilar. Uning uchun alohida rahmat. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, videolarimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz do'stlar, men ham yaqin yillargacha 120 kilogram vazn bilan kelganman. To'g'ri ovqatlanishdan foydalanib, to'g'ri ma'lumotlardan foydalanib 120 kilogramdan 90 kilogramga tushganman. Shu tajribalarimizni opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bilan bo'lishib kelyapman. YouTube'da 140 dan ortiq video bor. Hammasi ozishlikka oid do'stlar. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, bir boshdan kuzatib chiqing. Bundan keyingi chiqadigan videolarim ozishlikka oid bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bitta like bosing. Oxirigacha ko'ringlar do'stlar, o'zingizlarga kerakli ma'lumotlarni olasizlar do'stlar. Agar siz og'ir vazndamisiz, hozir ozmoqchimisiz, albatta ozasiz. Maqsadni kengroq oling, umidingizni uzmang. Ya'ni hamma ozsa bo'ladi. Faqat maqsad qiling, umid qiling, to'g'ri ovqatlanishni boshlang. Harakatdan to'xtamang, albatta sizda zo'r natijalar bo'ladi. Assalomu alaykum, Shahzodjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimikan? Charchamadingizmi? Rahmat. 5-6 ta savolimiz bor, vaqtingiz bor-a, Xudo xolasa. Ay, savollarga javob beramiz, qo'limizdan kelgancha. Nasib. Baraka toping. Katta rahmat suhbatga rozi bo'lganingiz uchun. Yoshingiz nechida, Shahzodjon? Bizda yoshimiz 21 da. 21 yoshda. Necha kilogramdan necha kilogramga tushdingiz? Endi shunda startoviy kilogrammingiz adashmasam o'tgan yili oktyabrda yozilgandingiz, a? Marafonimizga. 100 o'tgan yili oktyabrda yozilgandim, keyin undan keyin 5 yilda salgina qo'yib olgandim. Mana 126 kilo edi. 126 kilo, ha, startoviy. Startoviy 126 kilo, hozir 94,5. Hozir 94,5 kilogram. Молодец. Shunda tak 26 dan 100 gacha, 126 dan 100 gacha 26, bu yog'i yana 6 kilogram. 32 kilogram natija bo'libdi-da shunda. Barakalloh. Oldingi ko'rinishingizga nisbatan hozirgi ko'rinishingiz juda ham a'lo, juda ham zo'r. Baraka toping. Qo'shimcha mashqlar qilyapsizmi? Nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Parhez bilan. Keyin yana savolim, shu dieta bilan ozdingizmi yoki birorta bir mashq ham qildingizmi qo'shimcha? Mashq qilganim yo'q, faqat siz aytganingizdek faqat yurdim. O'zi bizda ishimiz yuradigan joy bo'lgani uchun ko'proq yurishga harakat qildim. Qanday zalga bormadim, turmoq qilmadim. Hech narsa olib vaqtim o'tmagan, faqat siz aytganlaringizdek mana 2,5-3 oyda natijaga erishdim. Barakalloh, baraka toping, молодец. Ratsionlaringizda asosan nimalar bo'ldi, Shahzodjon? Ratsionlarimda qaynatilgan tuxum, yog'siz kartoshkasiz, keyin tuzsiz salat va asosan kuniga 8 litrdan boshida. Endi hozir 3 litr ichirgan, yetmaydi suv. Barakalloh. Qarang, yana bir narsaga shu urg'u berib o'tish kerak. Shu restoranda ish faoliyatingizni olib borasiz, ha? Meni ishim restoran bo'lganligi uchun o'zini tiyish boshqa qiyin bo'lgan, lekin shunda men hayron qolaman. Restoranda, ya'ni ovqatlarni turi bilan ko'rsatardingiz-ku, mana shuni yesa bo'ladimi? Boshida qo'shilganingizga marafonda mana bundan yesa bo'ladimi deb, xilma-xil 50 xil, 60 xil ovqatlarni ichidan tanlab yeganingizga bu iroda 2 marta iroda talab qiladi-da. Oddiy parhezdan ko'ra 2 marta. To'g'ri, har kuni. Baraka toping. Juda ham zo'r natija bo'lgan lekin. Молодец. Ko'rinishingizga ham gap yo'q. Keyin yana bitta savol. Qarang, 32 kilogram vez tashladingiz. Osilishlar bo'ldimi sizda? Yo'q. Osilish bo'lmadi. Ko'p kishi qo'rqadi-da, qo'limda. Mana qo'limda bor. Qolgan joylarda osilish kuzatilmadi. Ko'p kishi aniq qiladi-da. Qanchadir 10 kilogramga ossam osilish bo'ladimi deydi. Ya'ni yo'q. Menda hech qayerda osilish yo'q. Shunaqa. Ko'p kishida masalan, alhamdulillah, mana Asadbekda ham, Zafar akamizda ham hech kimda hali kim bilan suhbatlashgan bo'lsak, Abdurasul akamiz bilan suhbatlashganmiz. U kishi umumiy 55 kilogram tashagan. Rasul akamiz. Ular u kishida ham osilish yo'q. Asadbekda ham ko'p kishi bilan suhbatlashdik. Xudoga shukr, osilishlar yo'q. Juda ham yaxshi. Qarang, ozishlikka nima turtki bo'ldi masalan sizga? Ozishligingizni qanday bir aniq qildingiz? Ya'ni nimadir turtki bo'ldiki, shu ozish. Turtki o'zi ozmoqchi emas edim. Ko'p harakat qilardim, keyin YouTube'da ozish videolarni qidirgandim, keyin siz video topib qoldim. Videolaringizni keyin o'sha yerda nomeringiz, Telegram raqamingizni oldimda, xabar marafonga qo'shilib qo'yay, natija olardi. Keyin o'zimga maqsad qo'ydim. Maqsadni kattaroq oldim. Bir oyda emas, natija 2 oyda emas, natija 2 oyda bo'lmasligi ham mumkin. Miya bilan tayyor turdim. Bir natija bo'lishi mumkin deb. Barakalloh. Marafoningizga qo'shildim, keyin ratsionlaringizni aytganlaringizni hammasini qildim. Ko'proq suv ichdim, kuniga 8 litr, 9 litrdan suv ichardim. Qarang, shuni ham hozir 8 litr, 9 litr deyapsiz. Ya'ni bizni ko'rgan kishilar 8 litr, 9 litr suv ichish kerak ekan deb tushunib qolmasligi uchun hozir men bir narsani oydinlashtirib ketayin. Ya'ni ko'p istochniklarga keladi, manbalarda har bir
kishini 30 kilogrammiga 1 litrdan suv to'g'ri keladi deydi. Kimdir 100 kilogramm bo'lsa o'ziga 3 litr hisoblab ichadi, kimdir 120 kilogramm bo'lsa o'ziga 4 litr hisoblab ichadi. Bu hamma organizm bilan ham to'g'ri kelavermaydi-da. Ayrimlarda buyrak obrobotka qilib bera olmaydi. Ya'ni organizm obrobotka qilib bermagandan keyin suvni ularga atyoka bo'ladi-da. Yuzlari shishadi, ko'z osti shishadi. No, atyoka, ya'ni shish bo'ladi, shish paydo bo'ladi. Keyin mana 8 litr ichganman deyapsiz. U sizning organizmingiz obrobotka qilgan, o'sha narsani talab qilgan, siz ichgansiz-da. Organizm talab qilsa, mana hozir ya'ni do'stlarimizga aytmoqchiman, mana bizni kuzatib turganlarga, organizm talab qilsa, suvni ichaversa bo'ladi albatta. Sizning organizmingiz ayrimlar 120 kilogramm, 100 kilogramm bo'lgan bilan ularga 2 litr ham suv ortiqchalik qiladi-da ayrim insonlarga. Suv ko'p icha olmaydi. Mendan ko'p kishi so'raydi-da, men deydi 100 kilogrammman deydi. Men deydi 3 litr ichishim kerak ekan, lekin deydi men deydi zo'rg'a 1,5 litr ichaman deydi. Suvni ko'p icha olmayman deydi. Ko'p suv ichsam, ya'ni shish paydo bo'ladi, atyoka bo'ladi-da ularda. O'shanga ham urg'u berib o'tmoqchiman. Ya'ni sizning organizmingiz talab qilsa 4 litr, 5 litrgacha ichishingiz mumkin. Mana Shahzodbek 8 litrgacha suv ichganman deyapti. Bu endi qaysi oyda? Shunda may oyida, may oylarida. Ro'za oyi chiqdi, may bordik toqqa. Bizda yedik, buni yedik, mazza qilib, semirib bo'lib kelgandan keyin o'z jonimga tegdi. O'tirishlari qiyin, razmer to'g'ri kelmaganga tekkandan keyin bo'ldi. Endi ati boshlayman deb boshladim. O'shandan keyin bir oyda 8,5 o'sha oyda 12 kilogramm yog'i mana shunday natijaga erishdim. Restoranda ishlaysiz, har kuni sizda to'y marosim. Shularga, ya'ni ko'p kishi mendan so'raydi, to'y marosimlarda nima qilamiz? Tug'ilgan kunga boradi, kimdir to'yga boradi, kimdir qanaqadir gapga boradi, yig'ilishga. Shunda qanaqa o'zini insonlar aniq qilsa bo'ladi, ya'ni irodasini kuchli qilib, nafsini tiysa bo'ladi. Shu, masalan, siz supergeroyda endi, masalan, nafs tiyish bo'yicha supergeroy. Chunki 60 xil ovqatingiz bor, yoningizda tayyor, hamma narsa tayyor. Nimani yesangiz, xohlasangiz qo'y go'shti yeysiz, xohlasangiz mol go'shti yeysiz, xohlasangiz manti, 5 qozon, 6 qozon manti, 2 qozon osh. O'shalardan siz qanday qilib irodangizni mustahkam qilib, nafsingizni tiydingiz? O'sha narsa hammaga qiziq deb o'ylayman. Например, mana oddiy insonlar stavoyda ishlamaydigan, restoranda ishlamaydigan insonlarga bir haftada 1-2 marta to'y marosim bo'lib qolishi mumkin. O'shandan ham cho'chiydi-da, men to'yga borsam nimadir yeyishim kerak, nima yesam bo'ladi deb. Siz o'shani qanday qilib iroda qildingizki, shu anaqa sizda mana shunday bir rezultatlar bo'ldi? Rahmat, men oldimga maqsad qo'ygandim. Shu maqsadga erishish uchun o'zi boshida 5-6 kun qiyin bo'ldi, lekin undan keyin oldimga keladigan narsalarni zo'rg'a to'xtatardim boshida. Oyog'im oson ketdi, chunki men uchun shu narsani qilishga qat'iy bo'ldim, chunki o'zimga motivatsiya oldim. Qornim och qoladi yoki biron ovqatga kelsam, sizni videongizda motivatsiya videongizni ko'rardim. Va o'shandan keyin shu ovqatdan вообще ovqat deb, agar to'y marosimlarga kelgan bo'lsak, to'y marosimlarga borardim. Bu yerda shu ovqatlar ham ko'p bo'lgan. Bir oyda 2 marta buzilgan, lekin buzilgandan keyin bu kunisiga qattiq diyeta qilmaganman. Bir xil ketavergan. Ha, men ko'pincha shunaqa deyman. Ayrimlar shu to'y marosimiga boradi, keyin razden qilmoqchi bo'ladi yoki bo'lmasa faqat bir xil narsa bilan taomlanmoqchi bo'ladi. Men aytamanki, mayli buzib qo'ydingizmi? Hech narsa qilmaydi. 5 mahal ovqatingizga davom etavering, hech narsa qilmaydi. Organizmni qiynab, faqat suv ichib o'tkazish o'sha kuni yoki bo'lmasa faqat kefir ichib o'tkazish kerak emas. Kimdir sut choy qilib ichadi. Bizni marafonda o'zingiz bilasiz, sut choy ham yo'q, hech narsa yo'q. Keyin ko'p kishi o'ylar ekan, o'sha ozishga faqat bu nimada, ya'ni marafonda qatnashsa, imbir, karitsa, limon tavsiya qiladi deb. Shunaqa tavsiyalar bo'ldimi sizga? Men вообще bularni ichganim ham ichganim yo'q, tavsiya bo'lgan yo'q. Shunaqa. Ya'ni ko'p kishiga aytamanki, unaqa narsa biz tavsiya qilmaymiz. Faqat shu uy ro'zg'oringizdagi narsalar, основной tovuq go'shti, tuxum, grechka, perlovka, ya'ni topsangiz bulg'ur, ya'ni turetskiy guruch, bulg'ur. Bulg'urni topdingizmi yo'qmi? Bulg'urdan ham foydalandingizmi? Shu farqingiz davomida? Yo'q, men ratsion qilmaganda faqat jonimga ham ko'plar savol beradi. Nimaga tegmayapti joningga? Onlardagi bir 15 yeta qildi, lekin qila olmadi. Ular buzib qo'ydi ratsionini. Meni ratsionimda och qorinda bir suv ichardim. 3 tuxum yerdim. Soat keyin obed va gram grechka bilan tuzli kamgina salat yerdim. Kechqurun shu men och qolsam ichardim, suv ichardim. Ratsionimda bu narsa mobaynida. Barakalla. Qarang, sizda mana 32 kilogramm natija bo'lgan. Xo'p, qoningiz kamayib ketib, bir davleniyingiz tushib ketadigan, immunitet pasayib ketadigan, gemoglobin pasayib ketadigan narsa kuzatildimi? Mana 32 kilogramm. Yo'q, nabaroq. Menda zo'r natijalar bo'ldi. Men aytaman sizga, uxlashlar juda uyqudan to'yib uxlayapman. O'tirishda oson. Masalan, harakatlarni zinaga tush, masalan, xohlagan harakatni qiladigan bo'lsangiz, o'z sog'liq masalalariga keladigan bo'lsa, olimlar temir paytini davlardi. Ko'p davlat hozir 3 oy davlina doktorga murojaat miqdori ham yo'q davlina. Ozgan davlina ham yaxshi. Qon aylanishi, kalla yengillashgan holdada juda mazza. Bu narsani hammaga tavsiya qilaman. Barakalla.
Malades. Katta rahmat sizga mana intervyularga ya'ni rozi bo'lib, mana masalan sizni mana shu chiqishingiz ko'p kishiga turtki bo'ladi. Ya'ni kimdir ozishdan o'sha maqsadida ham yo'q, umidini ham uzib qo'ygan, men ozolmasam kerak deb. Xuddi men ham mana shunday edim. Men ozolmasam kerak deb o'ylardim. Meni avlodimda bor, chini bilan meni avlodimda bor. Ya'ni otam tomonlarim, tog'amlar ham hammasi gavdali insonlar, o'ziga yarasha vazni og'ir insonlar. Men o'ylardimki, meni genimda bor, avlodda bor. Bu narsani tartiblab bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Bitta video ko'rmagunimcha shu aniq. Do'stlar, agar mustaqil ozishga qiynalayotgan bo'lsangiz, ozishlikni nimadan boshlashlikni bilmay turgan bo'lsangiz, 3 oylik marafon ochganman Telegramda. Yer sharining har bir nuqtasidan qatnashish imkoniga egasiz. Rossiyadan, Qozog'istondan, Amerikadan, Koreyadan, xohlagan joyingizdan, Turkiyadan qatnashish imkoniga egasiz. Xo'p, marafonda nimalar bo'ladi? Marafonda men sizga video darsliklar beraman. Video darsliklarni ko'rib bo'lgach, minut tuz beraman. 3 oy biz bilan birga bo'lasiz. Men o'zim sizni, ya'ni o'rgatib boraman. Nima yeyishingiz kerak, nima yemasligingiz kerak, nima zararli, nima foydali, hammasini ratsionlarini tuzib, sizga qancha kaloriya положено, sizga qancha kaloriya yeyishingiz kerak, o'shalarning hammasini ro'yxatini berib, Play Marketdan kerak bo'ladigan dasturlarni telefoningizga yuklab berib, 3 oy o'zimning kontrolimda ozasiz. Do'stlar, mana shu bugungacha minglab insonlarga ozishlikka yordam berdik. Siz ham komandamizga qo'shiling, bemalol murojaat qiling, mana shu raqamlarga bog'laning, biz bilan ro'yxatdan o'ting, bemalol qatnashing, murojaat qiling, 3 oy biz bilan birga bo'ling. O'zimiz sizga yordam beramiz ozishligingizga. Murojaat qilishingiz mumkin mana shu raqamlarga. YouTube'da bitta video ko'rdim, Azamat degan. Mana hozir yonimda kitobi bor, mana shu mening ustozim. Mana shu kishini videosi, hozir qanaqa ko'rinyapti sizga? Ha, ko'rinyaptimi sizga mana bu? Mana bu kishi. Ko'rinyapti. Ha. Mana shu kishi bir kishiga yordam bergan ekan ozishligiga. Keyin shu kishining kanalida bitta videoni ko'rdim. O'sha juda bir katta turtki bo'ldi. Xuddi mana siz ham meni videomni ko'rib, sizga turtki bo'lgan, maqsadni qo'ygansiz, ozgansiz. Mana shu bir turtki bo'lib, keyin ozdim. Ya'ni o'sha mana shu inson kursiga qatnashdim men ham. Ustozimizda shu anaqasiga treninglar olib borardi. O'shanga vaqtim bo'lsa, o'sha treninglarga borardim Moskvaga. Qatnashib, Xudoga shukr, keyin o'zimga ishonch hosil qilib, mana shu qanday ozish kerak, nima qilish kerak, kaloriyalarni qanday hisoblash kerak. YouTube'ga 135 dan ortiq videomiz bor, Allohga shukr. Mana kitobi yonimda, hozir pastda kitobini o'qib, ya'ni kimdir birorta mavzudan savol bersa, mana shu kitobdan o'qiganimni, ustozlarimizdan o'rganganimni javob berib, mana shunaqa sizga o'xshab super natijalar. Mana 32 kilogramm sizda, 41 kilogramm Asadbekda, xo'p 25 kilogramm Zafar akamizda juda ham ko'p insonlar. Endi hozir sonma-son, nomma-nom aytib chiqsam 1,5 ming, 2 ming odamni nomini aytib chiqishim kerak. Qarang, erkaklardan ham ko'ra ayol opa-singillarimizda juda ham ko'p qatnashganlar ko'p marafonda. Ularning ayrimlari masalan bir intervyuga ruxsat berishi mumkin. Masalan, bir suhbat qilsak, qanday qilib ozganligingiz haqida bir juda ham ko'p kishi endi действительно ayol kishi chiqishga, ya'ni rozichilik bermaydi-da. Masalan, uni turmush o'rtog'i qo'ymaydi yoki bo'lmasa bir aka-ukalari mana shunaqa. Lekin marafonimizda juda ham ko'p, 1000 dan ziyod, 2000 ga yaqin insonlar ozgan hammasida. Ya'ni ishonch bo'lsa, mana masalan bizni kuzatib turganlarga umidlaringni uzmanglar. Sizlarda avlodlaringda bo'ladimi yoki bo'lmasa o'zlaring yoki sizlarda boshlanganmi shu og'ir vazn, semizlik? Albatta natija bo'ladi mana. Mana shu живой, ya'ni свидетель. Labbay. Qo'shish qilib o'tganlar aytardi, odam semirsa suvdan ham semiradi, havodan ham semiradi, sening geningda bor, sening avlodingda bor. Shunaqa. Yo'q, odamlar afsonalar bor, shunaqa mitlar bor. O'zini o'zi aldab yuradi odamlar. Qo'lida, odamni ozish o'z qo'lida. O'zi harakat qilsa, shu bitta odamni gruppasiga kirmasam, men gruppasiga kirdim, qo'shildim va aytganlaringizning hammasini bajardim. Mana Allohga shukr, juda zo'r natijalarga erishib turibmiz. Mendan ko'p kishi so'raydi, kim qanday qilding bu narsani, qanday erishding bu narsaga, sen kim turtki berdi deganda, men hammasiga sizga aytaman, sizning kanallaringizni ham beraman, chunki xohlaymanki qolganlar ham kuchligini, qolganlar ham sog'lom turmush tarziga qaytsin, sog'lom bo'lishni xohlayman. Rahmat, katta rahmat sizga. Mana shuning uchun ham sizga katta rahmat aytmoqchiman. Shtobi siz intervyuga rozi bo'lib, mana shu sizdagi bo'lgan kechirmalarda so'zlab beryapsiz. Buning uchun katta rahmat. Mana tortin. Bir xil ayrim aka-ukalarimizdan ham so'rasak, ayol kishi-ku rozichilik bo'lmasligi mumkin. Aka-ukalarimizdan ham so'rasak, YouTube'ga chiqmasam yaxshi bo'lardi deb aniq qilmaydi. Lekin o'zingiz guvohi bo'lyapsiz, qatnashganlarda Allohga shukr 99% da natija bo'lyapti. Kamida 20 kilogramm. O'zingiz guvohsiz. Keyin yana singillarimiz ham kuzatadi. Marafon qanaqa bo'ladi? Guruh, erkaklar guruhi bilan ayollar guruhi aralashmi deb ko'p savol beradi-da. Ayollar guruhi alohida, erkaklar guruhi alohida. Bemalol agar sizlarda og'ir vazn bo'lsa, YouTube'dan kuzatinglar. Videolarimizni inshaalloh YouTube'da birma-bir ko'rsanglar. YouTube'dan ham savolim bor edi. Iyun oyida sizdan so'ragandim, bir suhbat qilsak bo'ladimi deb. Siz 1-avgustda qilsak, 1-avgustda aytgandingiz. O'shani men aytdim, suhbat davomida so'rayman. Qanaqadir bir maqsadingiz bormidi yana ham? 1-avgustgacha nechadir kilogramm yana tushishingiz kerakmidi? Yana 6 kilogramm olishim kerak edi. 6 kilogramm ozaman, keyin turib beraman deb o'zimga maqsad qo'ygandim. Men ham shu o'sha narsani o'yladim. Men aytdim, shu maqsadim
Maqsad qo'ygan bo'lsa kerak. 1 avgust, 2 avgust kuni erishdim. Shunday. Baraka toping, malades. Men shu o'sha paytda maqsad qo'ygan maqsadlarimga Xudoga hammasiga erishdim. Rahmat uka. Baraka toping. Sizga ham katta rahmat mana shu intervyuga rozi bo'lib chiqib. Juda ham ko'p kishiga bu yaxshi ta'sir qiladi. Xudo xolasa umid uyg'onadi ozishligiga. Sizga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Lekin yana suvni vaqtlarini aytsangiz, qanaqa qaysi paytlarda suv ichdingiz? O'sha ham ko'p kishida tug'iladigan. Ertalab och qorinda ichardim 1 litr. Zavtrikdan keyin 40 minutdan keyin ichardim. Keyin zavtrik tugagandan keyin obed oldin ichardim, yarim soat oldin, keyin obeddan keyin yana. 40 minut 1 litr ana shunday. Ovqatdan 5 minut oldin ichmasdim. Ovqatdan keyin, ovqatdan oldin ko'proq ichardim. Barakalla. Keyin yana bitta savolimiz, ya'ni ko'p kishiga qiziq bo'ladi. 1 kunlik menyungizni aytib bersangiz, например, shu parhez paytingizda ertalab turib shu 5 mahallik nima yeganingiz 1 kunligini aytib bersangiz. Xo'sh, ertalab turaman. Bomdoddan uxlardim. Keyin bomdoddan keyin uxlagandan keyin soat 9 da turardim. Ertalab chunki kechasi 1-2 gacha bo'lishi mumkin edi. Kechqurun 9 da turardim. 9 da och qorinda. Pashti 1 litr ichardim. 1 litr suvni ichganimdan keyin 3 ta tuxum yerdim. 3 ta tuxum yegandan keyin soat 10 bo'lsa agar qaynatilgan tuxum. Qaynatilgan tuxum. Undan keyin soat 12 bo'lardi. 12 da 1 dona olma yerdim. Yana suv ichardim. Yana 1 litr suv ichgandan keyin soat 3 da 100 gram grechka va tuzsiz salat yerdim, 100 gram. O'lchab. O'shandan keyin yana 1 litr suv ichardim. Soat 6 bo'lardi. Soat 6 da yog'siz, kartoshkasiz, faqat mol go'shtidan 1 kosa sho'rva, 100 gram, 120 gram bo'lardi. Shuni ichardim. Undan keyin uni ichgandan yarim soatdan keyin yana 1,5 minutdan keyin 2 ta olma yerdim. O'sha soat 9 bo'lyapti. 9 dan keyin endi uyga kechqurun 1gacha ish bo'lsa, 9 dan 1gacha yana 3 ta ichardim. Barakalla. Mana shu 1 kunlik menyungiz ya'ni. Mana shu 1 kunlik menyum 3 oy. Ya'ni pikda yurganingizda mana pik vaqti bo'ladi-ku, mana eng avjida bo'ladi parhez vaqti. O'shandagi ya'ni ratsioningiz. 1 kunlik menyu. Ana shu 1 kunlik menyu ana shu menda bo'lgan, lekin men qavziyatdan qiynalmadim. Qavziyat bo'lmadi? Yo'q. Suv ichishlaringiz joy-joyida bo'lganda, sizda suv ichishlaringiz joy-joyida bo'lgan, qavziyatga ham ko'p sabab suvni vaqtida ichmaydi, kam suyuqlik bo'lsa, o'sha ham qavziyatga sababchi bo'ladi-da. Barakalla. Lekin bu ayrim kishilarda kuzatiladi qavziyat. Ko'pda ham kuzatilmaydi ish qotishlari. Nima bo'lganda to'g'ri, men lekin bitta narsani aytib o'taman. Mana aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, o'zimizda katta onaxonlar, masalan, aka-uka-amakilar ko'rib turyapti. 1 oy natija bo'lmadimi, 1 hafta natija bo'lmadimi, bu narsani chetga surib qo'yish kerak emas. Har kimning organizmi har xil deyman-da. Endi o'zimdan kelib chiqib, shuncha ozganimdan kelib chiqib, endi bu o'zimning fikrim davom ettirish kerak. 1 oy bo'lmasa, 1,5 oyda zo'r natija kutilishi mumkin. 2 oyda zo'r natija kutilishi mumkin, lekin albatta bo'ladi natija deb hammaga aytmoqchiman. Aka-ukalar, opa-singillar, mana men ozdim, Nuriddin aka ozganlar, yana necha mingta akalar ozganlar. Sizlar ham ozasizlar deb sizlarga aytayapman, chunki maqsad qo'yish kerak, maqsad zo'r qo'yish va amal qilish kerak hamma narsaga. Bu qiyin joy yo'q. To'g'ri, 1 kun, 2 kun sal qiyin. 3-chi kuni o'zingiz xursand bo'lib ketasiz-ki, men udaladim, men qo'ygan maqsadimga erishyapman deb o'zingizdan keyin xursand bo'lib ketasiz. Xuddi shunday. Sizga ham katta rahmat. Mana qarang, masalan, yosh bo'lib turib, mana shu ya'ni ozish haqida, o'zingizni sog'ligingiz haqida o'ylab, o'zingizni qomatingiz haqida o'ylab, mana shu ozishlikka qadam qo'yib, mana shuncha natija irodali bo'lgansizda, sizni yoshingizda irodali kishilar sal kamdan kam uchraydi. Kam. To'g'risi, ular anaqaga, ya'ni ayrimlari hozir nima desam bo'ladi? Mana shunaqa bazm qiladigan vaqti, ko'p ko'cha-kuyda yuradigan, to'y marosimlarda yuradigan vaqtida hozir. O'yin-kulgi vaqti demoqchiman. Ya'ni masalan, yosh bo'lib turib, ko'p narsani chetga surib, parhezda, masalan, hozir yeb ichadigan vaqtinglarda hech narsani o'ylamasdan. To'g'ri. Hozirgi yoshlar og'ir vazndami, yengil vazndami, ko'pi yeb ichadi hech narsani o'ylamasdan. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish nima, qanaqa qilib ovqatlanish kerak, tartibini ham ko'p kishi bilmaydi endi. Например, yoshlarni ko'pchilikka maslahat qilmasin-da, shu bilan biron kishiga masalan, mana oddiy misol sizga murojaat qilsa, men ham necha yillab o'zim qilardim, natija ko'rmasdim. O'ziga o'zi qilmas kerak, shu bir odam kerak, ustoz topish kerak, a'zo bo'lish kerak, masalan, undan keyin u bir yo'riqni ko'rsatgan odamning gaplariga amal qilsa, natija bo'lmasa, men necha yillab ozmaganman. Harakat qilganman, o'zim ozaman, ovqat yemayman,
ba'zi odamlarimizda kallasida xayol bor, dieta qilish ovqatdan voz kechish degani. Yo'q, bunaqa emas. Ovqatdan voz kerak emas. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak. To'g'ri, kerakli. Organizmga kerakli moddalarni kiritish kerak. Juda ham yaxshi, haqiqatan ham juda ham yaxshi narsaga urg'u berdingiz. Ko'p kishi aytadiki, dieta qilsa och qoladi, men ochlikka chiday olmayman deydi-da. Bugun ochlikka chidash yoki chidamaslikda emas, dieta och qolish emas aytganingizdek, xuddi aytganingizdek, bu просто tak ya'ni 5 mahal ovqatlanasiz, to'g'ri ovqatlanasiz. Keraksiz, bizga kerak bo'lmagan narsa, zararli narsalardan voz kechiladi. To'g'ri ovqatlanib, masalan, hamma narsani qaynatilgan holda yeysiz, kaloriyalarni hisoblab yeysiz, napitka, ichimliklarni ichmaysiz, masalan, vizga ta'sir qiladigan. Xuddi mana shunaqa 3 oy, 3,5 oy, 4 oyda yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Xuddi sizga o'xshab. Baraka toping. To'g'ri. Men ham shu boshlagandan oldin endi och qolish kerak deb och turardim, lekin natija ko'rmasdim. Qanday bo'lardi? Dieta degani men uchun xayolimda och qolish bo'ldi. Ovqatdan вообще hech sizni guruhingizga qo'shilganimdan keyin, sizni videolaringizni eshitganimdan keyin men shu fikrga keldim. Keyin o'z natijalarim bilan aytadigan bo'lsam, bu dieta turmush tarzi. Shu xuddi shunday. Hamma narsalar, masalan, men dieta qilgan bo'lsam, odam kimyo bilan qiladi, qanaqadir dorilar bilan qiladi, nimalarni qiladi o'zi. Keyin arzon narsalar bilan 100 gram grechka, masalan, 5000 so'm emas. Bir kosa sho'rva 15000 so'm bir kunda. 4 ta olma 10000 so'm bo'ladi. 4 ta bezgaz suv 15000 so'm bo'ladi. Xuddi shunday. Masalan-da, trenajyorni zalga borib kuni bo'yi o'zini charchatadi. Yo'q, men masalan biron marta trenajyor zalga borganim yo'q. Yugurganim ham yo'q. Chiqib kechqurun ko'chaga ham yugurganim yo'q. Faqat dieta qilib, hamma joyga qo'yib ovqatlarni vaqt. Eng asosiy narsa vaqtida yeyish kerak. Hamma narsani soatma-soat ko'rib yemish kerak. Hamma vaqtida yesa, mana shu natijalarga erishiladi. Xudo xohlasa, ham xuddi shunday. Rahmat. Sizga ham rahmat. Vaqtingizni ayamadingiz. Boshida ham dieta qilayotganimda telefon qilardim. Endi boshida odam qiziqadi-da, dieta hechnarsani bilmay telefon qilardim. Hamma savollarimga javob berardingiz. Telefonni ko'tarmas bo'lgani yo'q. Men telefonga javob bermasdan biron yo'q. Har doim yozgan vaqtida javob berib, matlaringizni ayamashga kattakon. Albatta. Shartnoma kelishildi, 3 oyga shartnoma tuzildi. Siz bizga ishonib, например, ozaman deb qo'shildingiz. Biz albatta savollaringizga javob berishimiz shart. Qo'ng'iroqlaringizga javob berishimiz shart albatta. Chunki masalan o'zi qo'shilganda maksimum 10 kun shunaqa qo'shilgan kishilarni boshida savollari 10 kun bo'ladi. 10 kunda o'sha hamma narsani o'rganadi. Redki keyin savol kelib boshlaydi. O'sha 10 kunda hech qachon ayamaslik. Vaqtim yo'q payti ham hech qachon o'quvchilardan, ya'ni bizga ishonib kirgan o'quvchilardan hech qachon vaqtimni ayamayman-da. Savol beryaptimi? Ayrim savollar qayta keladi. Bir kunda qayta keladi. Lekin o'shanga savol javob berish kerak. Обязательно anaqa qilmasdan. Erinmasdan javob berish kerak, erinmasdan. Sizga ham katta rahmat. Mana shuncha bir vaqt Do'stlar, agar mustaqil ozishlikka qiynalayotgan bo'lsangiz, ozishlikni nimadan boshlashlikni bilmay turgan bo'lsangiz, 3 oylik marafon ochganman Telegramda. Yer sharining har bir nuqtasidan qatnashish imkoniga egasiz. Rossiyadan, Qozog'istondan, Amerikadan, Koreyadan, xohlagan joyingizdan, Turkiyadan qatnashish imkoniga egasiz. Xo'p, marafonda nimalar bo'ladi? Marafonda men sizga video darsliklar beraman. Video darsliklarni ko'rib bo'lgach, menyu tuzib beraman. 3 oy biz bilan birga bo'lasiz. Men o'zim sizni, ya'ni o'rgatib boraman. Nima yeyishingiz kerak, nima yemasligingiz kerak, nima zararli, nima foydali, hammasini ratsionlarini tuzib, sizga qancha kaloriya положено, sizga qancha kaloriya yeyishingiz kerak, o'shalarning hammasini ro'yxatini berib, Play Marketdan kerak bo'ladigan dasturlarni telefoningizga yuklab berib, 3 oy o'zimni kontrolimda ozasiz. Do'stlar, mana shu bugungacha minglab insonlarga ozishlikka yordam berdik. Siz ham komandamizga qo'shiling, bemalol murojaat qiling, mana shu raqamlarga bog'laning biz bilan, ro'yxatdan o'ting, bemalol qatnashing, murojaat qiling, 3 oy biz bilan birga bo'ling. O'zimiz sizga yordam beramiz ozishligingizga. Murojaat qilishingiz mumkin mana shu raqamlarga. Suhbatimizga rozi bo'ldingiz. Alloh rozi bo'lsin uka. Katta rahmat. Ya'ni mana sizni kuzatib turgan kishilarga, aka-ukalarimizga nima degan bo'lardingiz? Yana bir maslahat berib yorsangiz, shu bilan suhbatimizga ham yakun yasasak bo'ladi. Katta rahmat sizga. Bizning aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga beradigan maslahatimiz, endi biz o'zimizdan kelib chiqib, olgan taqdirda, masalan, o'zimdan kelib chiqib maslahat beraman. Maqsadni qo'yish kerak. Maqsadni kam qo'yish kerak emas. Bir oy ozaman, bo'ldi tugataman, 2 oyda ozaman, tugataman yo'q. Uzoqroq maqsad kerak. Masalan, men 5 oy qo'ygan, lekin 3 oyda natijaga erishdim. Malades. 5 oy qo'ygandim, lekin yana bitta narsaga urg'u berish kerak. Aka-uka, opa-singillarimiz ovqatni rejimini o'zgartirmaslik kerak. Rejimlarini, vaqtini ki ko'proq men nimadan motivatsiya olgandim, ovqat qornim och qolgan payti yoki biron narsa stressga tushadi odam ba'zida. Stress bo'ladi ekanda, mana dieta qilayotganda haftaga bir marta, 10 kunda bir marta stress bo'ladi, jon o'sha payti motivatsiya ichishni maslahat beraman.
juda motivatsiyalar, masalan, video roliklar, boshqa motivatsiyalar bordir, masalan, ularni eshitishni maslahat beraman. Xuddi shunday. O'shandan keyin natijalarga erishib ko'proq yurish kerak. Yugurish kerak emas, ko'proq yurish kerak. Suv ichish kerak, ratchop qo'yish kerak, keyin ko'p narsadan tiyilish kerak. Xuddi shunday. Katta rahmat Shahzodjon, sizga ham Alloh rozi bo'lsin. Mana suhbatimiz ham 32 minut suhbat bo'ldi. Keyin savolim, rasmlaringizdan foydalansak bo'ladimi? Postli qilib YouTube'da mana suhbat. Mayli. Shunga hammadan rozichilik so'raymiz. Sizdan rozi bo'lsangiz, rasmlaringizdan foydalansak, postli oldingi va keyingi rasmlaringizni qo'ysak. Ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'lgansiz? Hozir qolganlarga katta rahmat Shahzodjon suhbat uchun. Rahmat. Juda ham bir mazmunli suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, ko'p kishiga manfaatli bo'ladi. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shahzodjon, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Postli rasmlaringizdan bo'lsa, yana ham tashlab qo'ying. Xudo xolasa, ya'ni prevyuga video davomida ishlatamiz inshaalloh. Bo'ldi, mayli. Rahmat, sog' bo'ling. Shahzodjon, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.